Savollarga javob bo'ladi. Bu shunaqalarga doir o'rgatadi bolalarimiz. Hozirdan 2 yil mobaynida o'rgan olsang, eng muammolar pravada endi hozir. Asarlarni topshirasan, to'lovni qilasan, ozmoz o'qiysan, o'sha sen tushuncha bo'ladi. 2 yil davomida berib olganing uchun ertaga ham to'g'ri chiqadi. Imtihonga topshirish 1,5 o'ydan hozirgi paytda. Nazariyaga 1,5, amaliga 1,5. Amaliyda uyda dadangdan, tog'angdan, oshnangdan akayni mashinasi bo'lsa o'rganib tursangiz bo'laveradi. Yoki avtomatlar o'zi ham o'rgatadi. Lekin hozirdan beri o'tib olib qanchadir muddatda shu narsani imtihonlarni boradi, 1000tasini masalan 700tasini yoddan bilib chiqib kelsa ham mashina. Avtomatdagi 300tasini yoddan yana bir qator takrorlab bo'lsa imtihon kelgani o'zlariga juda ham oson. Ben o'zim bu yerda unaqa avtomobil boshqalardan dars o'tib, tushuncham bor. Dari mana beraman amaliy value o'qishlar dual haftada 2 kun o'qishga kelasan degani emas. Qolgan kun uyda yurasan degani ham emas. Dual avtomobilga hayvonlashga, metallarga ishlov berish yo'nalishini topshirsang, bizda korxonada yirik korxona, Usemyuko, tabiiy o'rtasidagi Uskadan, ertaga Usemyuko degan zavod bor, o'ta katta Devoid filiallari. Navigatorda ko'rgan bo'lsangiz detallar ko'p. Shularga ishlov berib, aylanlar, suratga qilib chiqaradigan detallar chiqaradi. Shu yerda duallarni tashkil qilib, shunaqa holat bor. Bu yerda o'quvchilarni bu yerga borib dars o'tib keladi. Haftada 2 kun yoki yerga qo'yib beradi. Qolgan kunlari yerda amaliyot bo'ladi. Ya'ni amaliyot degan narsa hozir dual ta'lim bo'ladi. Yerda ham o'qish bo'ladi, ham amaliyot. Tushunsan, yerdagi qanaqangi detallar boshlayapti, ashuni o'rganishinsan. 2 kun yuradi degani emas. Hozir shuncha o'qiladi. Duallarimiz 2 kun keladi bo'ladi. Bunaqa emas. Tushundingmi? Xizmat ko'rsatishdi. Ularni qanday ta'minlashdi? Ustozlar yordamida o'rganib chiqamiz. Endi qiziqish bildirganlar bo'lsa, bemalol texnikumimizga hujjat topshirishlari mumkin. Shu avtomobil yo'nalishi bizdagi hozirgi yo'nalish sharoitimiz bundan tashqari ustaxonada avtomobillarni ta'minlash haqida amaliy mashg'ulotlar o'tiladi. Hozir dual bo'lib qoldi. Agar eshitgan bo'lsanglar, domla, shu yo'nalishlarda hozir biz 7 ta gruppa olamiz. 3 ta kunduzgi bo'ladi. Shu yerda o'qiydi faqat 3 ta kunduzgimiz axborot texnologiyalari, avtomobil, keyin yana nima edi? Hayvonlash bo'ladi. Undan keyin qolgan gruppalarimiz 7 ta gruppamiz dual bo'ladi. 4 kun o'qiysiz, 2 kun o'qishga kelasiz, juma shanba. Undan keyin qanaqa qilib o'qiymiz desangiz, sizlar bizga hujjat topshirsanglar, biz sizlarni xohlagan yo'nalishlar bo'yicha korxonalarga joylaymiz. Oylik olasiz, bu yerda praktika qilasiz, darsni ham o'tadi. Agar yo'q, biz shu yerda o'qiymiz, mukammal desalar, o'qituvchilar bitta gruppa bo'lgandan keyin o'qituvchilar o'sha yerga o'qitgani boradi, 2 soat 2 paraga. Qolgan aniqlar onda ish bo'ladi, amaliy ish bajaradi. Hozir ko'ryapsizlar, Germaniya loyihasi bo'lgani uchun hamma o'quvchilar dual ta'limga korxonalarga jo'natilyapti. Tezroq amaliy o'rgansin degan maqsadda. Shuning uchun yaxshilab o'ylab bolalar, o'zinglar ham aytganingizdek domlalar, tushuntirayotganingizdek, ertaga attestat yomon emas, yaxshi, lekin ertaga diplom ham kerak olajonlar. Diplom bo'lsa, hamma o'rta maxsus borasizlar. Aceptación que problema. Marcos. Bizga maktabdan kelishadi. 51 maktabdan ham juda ko'p o'quvchi olganmiz. Bu 51 maktabda nimalar? Intizomli yaxshi o'quvchilar keladi. Masalan, o'zim guruhimda mana birinchi kursum mana bu birinchi kurs qabul qilgan guruhimda bitta o'quvchim bor. Rosa zo'r bola. Rosa esli, tartibli bola keladi. Bilimi yaxshi, o'zi oilasi ham, ota-onalari yaxshi tarbiya bergan.
Mana bu hozir mana bizda ustaxonamiz elektromontyor yo'nalishidagi ustaxona. Bu yerda mana elektr jihozlarini ta'mirlash, uskunalarga texnik xizmat ko'rsatish, shunaqa ishlarimizni nima qilamiz? Tushuntirib, sizlarga bilim beramiz shu bo'yicha amaliy tushuntiramiz. Birinchi kurslarda o'quv amaliyotlari bo'ladi. Ikkinchi kursdan xudo xolasa korxonalarga dual ta'lim bo'yicha korxonalarga chiqarib yuboramiz. Shu yerda davom ettirib yana olgan biliminglarni mustahkamlab o'rganasizlar. Eng katta masalan katta korxonalar elektr tarmoqlari, hudud elektr tarmoqlari korxonasi bilan va Rustemyuko bilan shartnomamiz bor. Ikkala joyda ham o'sha elektr yo'nalishidagi, elektromontyor yo'nalishidagi o'quvchilarimiz ishlaydi, shu yerda amaliyot olib borishadi. Ishlari yaxshi, mana borib hammasi mana bu Narmanda ekan mayli omalay. Anaqa simni urab yosh. Motorda sopsa Narmanda ketadi. Radiatsiyalar aytadi. Mana istalvada ko'rganinglar o'tda mana shu yerda mujassam bo'lib turibdi. Onasi hozir turgan yeringlar Chilangali ustaxonasi. Chilangali ustaxonasida bolgadan tortib egovga sverlodan tortib mana farmalash dastgohlari hamma narsani shu yerda o'rgatadi. Shu yerda o'rgatadi. Bu yerda amaliy nazariy bilimni oladigan bo'lsangiz, ham amaliy ham nazariy olashib o'tkazadi. Ikkosini keyin dual ta'lim degani bor. O Bir tarafga turish. Amalda bir tarafga turish. Ayakta bir tomonga tur. Tazilda. Qo'y kelib kaloni. Bolalar mana politexnika kalliga borib keluvchi sharoitlar ko'rdim. Yo'q, suvashilik yo'q, men bu sohasi narmandiligini tushundim. Endi ashakka o'tish maqsad hozir, o'sha maktab paytlarida boshqa. G'ildiradinglarmi?